Mahalliy va xorijiy ekspertlar fikricha, O'zbekistonda biznes muhiti yaxshilanmoqda. Bir eshitishda yoqimli e'tirof, uning raqamlardagi ifodasi ham bir qarashda yomon emas, ammo biz bugun e'tiborni ko'proq boshqa bir muhim jihatga qaratmoqchimiz. Diqqat qiling, tadbirkorlik uchun yaratilgan sharoitlar zo'r yoki yaxshi deyilmayapti, balki hozirgi zamon davom fe'lida ta'riflanyapti. Demak, jarayon hamon davom etmoqda. Vaholanki so'nggi yillarda ishbilarmonlik muhitini zamonaviy tendensiyalar asosida rivojlantirish borasida kompleks ishlar qilindi. Katta xarajat va faol harakat, ko'lamdor chora-tadbirlar amalga oshirildi. Ayni nuqtai nazardan mutaxassislar ta'kidlashmoqdaki, umuman olganda natijalar ijobiy, lekin bundan-da yuqori va samarali bo'lishi mumkin edi. Shu o'rinda tabiiy bir savol tug'iladi. Xo'sh, gap nimada? Agar yaqinda e'lon qilingan mamlakatda biznes muhitini sog'lomlashtirish va davlat idoralarining hisobdorligini oshirish maqsadida 2025-yil mobaynida o'tkazilgan monitoring natijalariga nazar tashlasak, xususiy sektor subyektlarida davlat nazoratini amalga oshiruvchi organlar faoliyatidagi oqsoqliklar hamda ularning sabablari yanada oydinlashadi. Biznes ombudsman va Adliya vazirligi tomonidan taqdim etilgan hisobotlar aksariyat nazorat organlari hali ham eski hammom, eski toz tamoyili asosida ishlayotganini ko'rsatmoqda. Elakdan o'tkazilgan 44 ta idoraning yarmidan ko'pi, ya'ni 27 tasi qoniqarsiz deb topildi. Bu degani tadbirkorlar bilan ishlashda tizimli muammolar hamon mavjud va ularni bartaraf etish choralari yetarli darajada emas. Yil davomida davlat xizmatlari ko'rsatishda 250 mingdan ortiq qonun buzilishi aniqlangan. Shundan 170 mingdan ko'pi muddatni buzish, 50 mingdan ziyodi esa asossiz rad etish bilan bog'liq. Eng past ball to'plagan idoralar ro'yxatida tadbirkorlar kundalik faoliyatida eng ko'p to'qnash keladigan sohalar inspeksiyalari joy olgan. Bu tashkilotlar biznesga ko'mak berish o'rniga ko'p hollarda to'siq bo'layotgani ko'rinib qoldi. Tahlillar shuningdek boshqa qator muhim yo'nalishlarni ham qamrab olgan. Biz shular haqida to'laqonli ma'lumot olish maqsadida studiyaga ekspert taklif qilganmiz. Suhbatdoshim Ravzal Miralimov, biznes ombudsman sho'ba mudiri. Ravzal aka, umuman ushbu monitoring nima maqsadda o'tkaziladi? Reytingni tuzishdan ko'zlangan maqsad nimadan iborat? Dastlab shu haqida gapirib bersangiz. Reytingni e'lon qilishdan maqsad qanchalik tadbirkorni faoliyatiga ko'p aralashilayotganligi hamda o'sha aralashuvlarni qonuniyligini o'rganib chiqqan holda u yoki bu nazorat qiluvchi organni tadbirkorga og'irlik yoki yengillik berayotganligini baholanadi. Reyting natijasiga ko'ra qaysidir nazorat qiluvchi organ yaxshi, qaysidir nazorat qiluvchi organ qoniqarli, qaysidir nazorat qiluvchi organ qoniqarsiz deb baholanadi. Aytingchi, ushbu reyting qanaqa mezon ko'rsatkichlar asosida shakllantiriladi? Umuman ushbu tahlillar kimlar tomonidan olib boriladi? Shularga ham to'xtalib o'tsangiz. Tadbirkorlarni qaysidir nazorat qiluvchi organdan norozi bo'lib yozgan murojaatlari hamda ushbu nazorat qiluvchi organlarni mansabdor shaxslarni attestatsiya natijalariga ko'ra ularni bilim saviyasiga qarab reyting shakllantirilsin deyilgan. Hozirgi kunda 3 ta mezondan iborat 8 ta ko'rsatkich bilan nazorat qiluvchi organlar baholanyapti. Oldingi yilga o'tkazilgan tekshiruvdan bu yilga o'tkazilgan tekshiruvlarning soni kamayishi kerak. U degani tadbirkorga bosim kamayishi kerak. Ikkinchisi, tekshiruv o'tkazgandan ko'ra qonun buzilishi aniqlagandan ko'ra qonun buzilishi oldini olish bo'yicha profilaktikani kuchaytirish kerak degan talab qo'yilgan. Bu prezidentimiz qarorlarida ham bor. Biz shuni mezonga kiritganmiz. O'sha reyting mezonida o'tkazilgan profilaktikalarning sonini qanchalik samaraligiga baho beramiz. Undan tashqari eng asosiy ko'rsatkich deb o'ylayman, nazorat qiluvchi organning mansabdor shaxsi tadbirkorga borganda tadbirkor huquqini buzmasligi kerak. Agar u o'zi davlat xizmatchisi bo'lib turib, davlatning nomidan borib, davlat nazoratini o'tkazib turib, tadbirkor huquqini buzsa yoki tadbirkor huquqini tushuntirmasa yoki bir kunlik o'tkazadigan tekshiruvni 10 kun o'tkazsa, unda u tadbirkorlik subyektining huquqi buzilgan hisoblanadi hamda nazorat qiluvchi organga biz tomonimizdan chora ko'riladi. Undan tashqari reyting ko'rsatkichiga juda ham katta ta'sir qiladi. Reyting o'zi 0 balldan 100 ballgacha hisoblanadi. Nazorat qiluvchi organ qanchalik katta ball olsa, shunda u yaxshi hisoblanadi. 20 ball olsa bu qoniqarsiz. Biz har bitta mezonga ball berib chiqqanmiz.
o'sha ball ko'rsatkichlari, misol uchun tadbirkorlik subyektini nazorat qiluvchi organning xodimi noqonuniy tekshiruv o'tkazganligi aniqlansa 1 yil davomida u 40 balldan mahrum bo'ladi. Biz har bitta nazorat qiluvchi organda o'quv seminarlari o'tkazamiz. Undan tashqari har bitta nazorat qiluvchi organning xodimi tadbirkorlik subyektida tekshiruv o'tkazish huquqini olish uchun attestatsiyadan o'tkaziladi. Attestatsiyadan o'tdi deganiga maxsus guvohnoma beriladi. Hozirgi kunda 24 mingtaga yaqin nazorat qiluvchi organlarning xodimlarning maxsus guvohnomasi bor. Siz aytgan mezonlar bo'yicha agar ishlanadigan bo'lsa, qonunni buzishga hojat ham yo'q, lekin noqonuniy tekshiruvlar ham uchrab turgani haqida ma'lumotlar bor. Reyting asosida qo'llaniladigan ta'sir choralari haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Shuncha qonunchilik talablari, shuncha shaffof tartib belgilanganligini inobatga olib qaraydigan bo'lsak ham, ayrim nazorat qiluvchi organlar tomonidan tadbirkorlik subyektida noqonuniy tekshiruv o'tkazilgan holatlari biz tomonimizdan aniqlangan. Amaldagi qonunchilik talabiga ko'ra choralar ko'rilgan. U choralar ham kichkina emas. Jarima summalari juda ham katta. 32 milliongacha jarima qo'llaniladi. Mansabdor shaxs agar ma'muriy javobgarlikka tortilgandan keyin 1 yil davomida ushbu huquqbuzarlikni sodir qiladigan bo'lsa, bu yog'i endi jinoiy javobgarlik belgilangan. Monitoring o'rganishlari davomida qancha tashkilot, idora faoliyati o'rganildi va ularning qanchasiga qanday baho berildi? Bizda yagona davlat nazorati axborot tizimi bor. Ushbu yagona davlat axborot tizimiga qonunchilik talabi bilan barcha nazorat qiluvchi organlar tomonidan tadbirkorlik subyektida o'tkazilayotgan tekshiruvlar ro'yxatdan o'tkazilinishi shart. Tadbirkorlik subyektida o'tkazilingan tekshiruvlar ushbu yagona davlat nazorati axborot tizimidan ro'yxatdan o'tkazilingandan keyin biznes ombudsmani xodimlari tomonidan har kunlik nazorat olib boriladi, ya'ni monitoring ishlari. Tekshiruvchini tekshiruvi qonuniyligini biznes ombudsman doimiy monitoring qilib boradi. Hozir mana infografikada ko'rib turibman, sariq, yashil, qizil ranglarga o'sha reyting natijalari bo'linib qo'yilgan. Bu nimani anglatadi? Shularni tushuntirib bersangiz. 2025-yilda tadbirkorlar faoliyatida nazorat qiluvchi organlar tomonidan o'tkazilgan tekshiruvlar mezonlarga asosan yagona davlat nazorati axborot tizimi orqali baholanadi. Inson omilisiz. Misol uchun hozir aytadigan bo'lsak, 2025-yil yakuniga ko'ra nazorat qiluvchi organlarning 7 tasigina yaxshi baho oldi. Ya'ni 7 tasi tadbirkorga ortiqcha bosim qilmayapti. Tadbirkorning faoliyatiga asossiz aralashmayapti. Tadbirkorning huquqini buzmayapti. Bu degani tadbirkor bizga ushbu nazorat qiluvchi organni tekshiruvidan yoki umumiy faoliyatidan norozi bo'lib murojaat qilmagan, ushbu nazorat qiluvchi organ tomonidan tadbirkorlik subyekti o'tkazilgan tekshiruv biz tomonimizdan tizim orqali monitoring qilinganda kamchiliklar aniqlanmagan hamda bu nazorat qiluvchi organlarning, ya'ni 7 ta nazorat qiluvchi organning xodimlari attestatsiya ko'rsatkichlariga asosan yuqori ball, ya'ni barcha xodimlar attestatsiyadan muvaffaqiyatli o'tgan. Qoniqarli deb topilganlari 10 ta. Qaysidir yo'nalish bo'yicha kamchilikka yo'l qo'ygan. Umumiy hisobda qoniqarsiz deb topilgan idoralarning soni ko'proq bo'lib. Umumiy hisobda afsuski 2024-yil hamda 2025-yil natijalariga ko'ra qoniqarli, yaxshidan ko'ra qoniqarsiz deb topilgan nazorat qiluvchi organlarning soni ko'p. Ularning soni 27 taga yetdi. Ular qandaydir bir chora ko'radimi shuni bir o'zini faoliyatini yaxshilash, bir imkon bormi, qandaydir mexanizm bormi qizildan sariqqa yoki yashil kategoriyaga o'tish uchun? Hozirgi kunda mana shu qoniqarsiz deb topilgan nazorat qiluvchi organlarni ayrimlari oldingi reyting natijalarida qoniqarli deydi. Ayrimlari oldingi yilgi reyting natijalariga ko'ra ham qoniqarsiz deydi. Ularda o'zgarish bo'lmadi. Lekin qoniqarlida turib qoniqarsizga o'tish u yomon o'zgarish. Ya'ni buni qoniqarliga yoki yaxshiga o'tkazish uchun bu nazorat qiluvchi organning o'zini qo'lida. Ya'ni ularda nazorat qiluvchi organlarda barcha imkoniyat bor. Chuqur tahlillaringiz uchun rahmat. Biz esa dasturimizni davom ettiramiz.